Yaxshimiklar do'stlar, bugun huzuringizga sunmoqchi bo'lgan tamqim bo'lsa, ko'rayotganlaridek alyangban nurova. Buningga ne ko'rayotganlaridek kali go'shti, anandan zanjivil, so'm piyoz, piyoz tayyorlab olamiz. Bundan boshqa go'shtni texnik ta'mlik bo'lish uchun mashhur bilan tetqishdan soldim. Videoda ko'rsatilgandek kali go'shtni so'g'aq suv selib qaynatib olamiz. Ham shuna ko'pik chiqqanda ko'pikni paki suzayotgandan keyin boya tayyorlab olgan sinjang, anandan qo'l piyozimizni selib azab tusilayotgandan keyin boyaqi sho'rbaning tetqishdan anandan muvaffaq miqdorda jon yo'qib, ham shuna tumlab pishirib olamiz. 1 soat atrofida shuna ko'rsatilgandek pishirib olgandan keyin buni suzib ilib, 20 soat qo'yib sovutib olamiz. So'g'aq bo'lsa yaxshi, isiq qolmasin. Bo'lmasa men go'shtni ko'rgansak ta'sir etadi. Onun alıqdan piyozlarni to'g'rab tayyor qilgandan keyin ham go'shtimizni shunday nipis qilib yalpoqtab to'g'rab qachimizga ilib olamiz. Orqadan ustiga videoda ko'rsatilgandek shansay, shamila, piyoz, ananga ushaq chanib olgan samsoqlarni to'kib olgandan keyin ustiga shuncho, oqachiq suv, shangyo, shika, anandan keyin azaq bilan qo'yamiz. Qanchalik qo'yganligimizni ekrandan to'psizib qo'ydim. Shu bo'yicha qo'ysanlar bo'ldi va qo'yib bo'lgandan keyin shuni tekshir ilashtirib olsaqlar bo'ldi. Mana bugungi o'xshagan yangban yo'li tayyor bo'ldi. Aylanlarda cho'qim etib yeb sinab yiqqanlar mushunaq havosi chog'larda ishtahlarni yaxshi ochadi va ham siz shuna o'xshagan yangilik tamoqlarni itish o'rganganlar bo'lsa, yurak berib cho'qim meni qo'shinglar. Aytib xayr xo'sh.